22 bob. Bu vaqalardan keyin Xudo İbrahimning e'tiqodini sinab, uni "İbrahim" deb chaqirdi. İbrahim "Labbay" dedi. Xudo uningga "Sen o'g'lingni, ya'ni amroq yolg'iz o'g'ling Ishoqni elib, Moraya rayoniga berib, men ko'rsatgan tog'ning ustida uni ko'ydirma qurbonlik sifatida menga otig'in" dedi. Ertasi saharda İbrahim eshakni egarlab, Ishoq bilan ikki chokirni elib, ko'ydirma qurbonlikka ishlatadigan o'tinlarni tayyorlab, Xudo ko'rsatgan joyga qarab mangdi. 3-chi kuni İbrahim u yani yiroqdan ko'di va chakorlarga "Sizlar eshak bilan bu yerda turib turinglar. Balam ikkimiz u yerga berib ibodat qilib kelaylik" dedi. İbrahim Ishoqqa o'tinlarni ko'tirtib, o'zi qo'liga pichoq bilan o't elib, Ishoq bilan yurib ketdi. Ishoq "Ota" deb chaqirdi. İbrahim "Ha o'g'lim" dedi. "O't bilan o'tim bor, lekin ko'ydirma qurbonlikka ishlatadigan qo'zi qani?" deb so'radi Ishoq. İbrahim uningga "Hey o'g'lim, qurbonlik qildigan qo'zini Xudo o'zi yetkazib beradi" deb javob berdi. Ikkilan to'xtamay mengivadi. Ular Xudo İbrahim ko'rsatgan joyga kelganda, İbrahim qurbonlik supisini yasab, o'tinlarni ustiga qo'yib, o'z o'g'lini bog'lab, o'tin dövlangan supiga yotqizdi. Ondan o'g'lini bo'g'izlash uchun pichoqni ko'tardi. Biroq Parvardigorning farishtasi arishdan "İbrahim, İbrahim" deb vaqirdi. "Labbay" dedi u. Farishta uningga "Qo'lingni tot, bolig'i chiqilma. Sening menga bo'lgan ixlosmandligingni endi ko'rdim. Chunki sen o'z o'g'lingni, ya'ni bir tal o'g'lingni mendan oyimiding" dedi. İbrahim atrofiga qaraydi. Mo'nguzi chatqolga erishib qolgan bir qo'shqor uning ko'ziga chiliqdi. U berib qo'shqorni yeshib, uni o'z o'g'lining o'rnida qurbonlik qilib ko'ydiribdi. Shunga İbrahim u ya'ni Yahve yira, Parvardigor ta'minlaydi deb atadi. Hozirga qadar kishilar Parvardigor o'z tig'ida ta'minlaydi deyishidi. Parvardigorning farishtasi ikkinchi qitim osmondan İbrahimga "Parvardigor deydi-ki, sen so'yimlik bir tal o'g'lini oyimgan ekansan, men o'z nomim bilan qasam qilamanki, sana baxt ato qilish bilan nurg'un avlodlarni beraman. Ularning soni osmondagi yulduzlardek, dengiz soyillaridagi qumdek ko'p bo'ladi. Sening avlodlaring dushman shaharlarini ishg'ol qiladi. Mening amrimga itoat qilganliging uchun sening avlodlaring orqali yer yuzidagi hamma xalqlar baxtga erishadi" dedi. İbrahim chakorlarning yeniga qaytib kelib, ular bilan billa o'zi o'tiraqlashgan yerga, ya'ni Ba'ar Shaboga qaytdi. Bir mezgildan keyin İbrahim inisi Nahorning ayoli Milkaning eriga 8 o'g'il tug'ib berganligini angladi. Ular tunji o'g'il Uz, keyindikilari Buz, Aramliqlarning otasi bo'lgan Kemuel, Kasad, Hazo, Pildash, Yidlaf va Betyuel edi. Betyuel bo'lsa Ribaqaning otasi bo'ldi. Milka İbrahimning inisi Nahorga bu 8 o'g'ilni tug'ib berdi. Nahorning kichik xotini Ravmamu 4 o'g'il tug'ib berdi. Ular Tibah, Gaham, Tag'ash va Mahakah edi.